Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchilar ko'rishingiz mumkin. Bugun ham xizmatga kelganmiz. Xizmatimiz Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. 393 kvadrat tomizga penadan non bosib bergan kelganmiz. Bizga shunaqa chorni holatda topshirasizlar. Ustiga materiallarini qoqib, mana chiroyli holatdagi materiallar ham bizdan bo'ladi. Mana materiallarni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qattiq, chiroyli holatda bo'ladi. Tagiga solib, bu yerda ustakalarimiz quyishyapti. Kimga xizmatlar, loydonniga, pena xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomer qoldiramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda suvlar qo'yilyapti. Bizga suv bilan to'kka sharoit qilib bersanglar bo'ldi. Qolgan hamma mahsulot, gips, sement, pena, tagiga solingan materiallar usta haqqi mana bollari puli bilan 35 mingdan 45 ming so'mgacha. Kuzatuvchilar ko'rishingiz mumkin. Tomda ham ishimiz juda ham qizg'in ketyapti. Bu yerga 8 santimetrga zakaz solingan. Xudo xolasa mana chiroyli holatda qo'yib berilyapti. Ishonchli gipslarimiz solib, Hindiston parashovidan tayyorlangan penalar ochilib, xudo xolasa. Tajribali ustalar cherish qilyapti. Sizga xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Usta Otabek nomeri, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda bizga shunaqa cho'rni holatda topshirasizlar. Tagiga solinadigan materiallarni solib qo'yib beramiz. Bu yerdagi joyimiz shuncha joyimiz qoldi. Yo'llarga quyib bo'lishgan. Ko'rishlar mumkin. Usta yurib bir qator ko'rsatib o'taman sizlarga. Qani qattiqligi yo'q. Ustomuz chiroyli holatda qotgan. Aynan atrof uy bo'lgan ekan bu yerda. Ko'rishlar mumkin. Tangillab chiroyli qo'ygan. Aloqaga chiqaverasizlar. Eng gilamli usta Sardorbek. Ko'rishlar mumkin. Sardorbek yo'q bo'lsa ish ham bo'lmaydi. Machi bola borganda ishni topshiradigan bola shu men yo'qligimda. Machi bola bormasa quydirmaylar tominglar. Mana kam debdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlardan chiroyli qilib xizmatlarni qilib beramiz. Mana sementlarimiz, gipslarimiz hammasi joyida qo'shiladi. Materiallarimiz mana shu materialdan bo'ladi mana. Qalin, xudo xolasa to'sinlar chiritmaydi 100% garantiya. To'sin chirib ketsa boshqa bo'lsa, pulinglar qaytarib berilaveradi, muammo yo'q. Suv solindi. Gips solinyapti mana yana. Hozir bir qator qush videolarni ko'rsatib o'taman. O'ta darajada chiroyli bo'lib chiqyapti. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Gilam ustani olib qo'ying. Savolda gilam usta. Yangi shogird Nanaydan Ulug'bek. Rahbarimiz sog'lig'i tayyor bo'ldi mana. Birorta teshik ham qolmaydi. Teshiklari ustalar shunaqa qilib yamab, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Bir-biridan o'taman degan ustalar, Sardorbek, Kamoliddin bir-biridan o'taman deb harakat qilyapti ishlab. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Keyingi xizmatlarimiz Toshkent, Qashqadaryoga bo'ladi. Hayitdan keyin.